butun insonni masalan qatizga qon kelmasa siz tamomsiz. Qatizda qon qotib qolsa bo'ldi. Nima bo'ladi? Ana bo'ladi. Chop tashlanadi, ketadi bu narsa. Nima deydi? Qorason. Masalan, mana siz qonlamayapti. Gangrena. Gangrena bo'ladi. Buni olib tashlash kerak. Qorayadi, barmoq ishlamaydi, olib tashlash. Butun sistemangizni siz qon tashkil qilyaptimi, aylanishiga sababchi bo'lyaptimi? Ishoning, bu hali ana bizdagi doktorlar ana qilolmayapti-da buni. Qabul qilolmayapti. Qabul qilolmayapti. Yevropada buni hali ham ilmiy ishlar olib borishadi. O'shaning uchun hozir butun Yevropa bormi, Rossiya bormi, arab davlatlari hammasi hijobga yopishadi. Hozirgi paytda ayniqsa. Bizda hijoban bu yomonlab chiqadi. U kecha bitta shogirdlar o'shanda bu videoni odamlar ko'payib o'sha menga ham endi o'qiganimda boshqalar ham o'qiydi-yu, o'shanda barjomega magneziy endi bular ham eshitishdi. Borsiz misol uchun qabziyatim bor desa deyishdi, o'sha fikr alishasi 0,5 barjomi yoningizda yursa, bitta magneziy ampulani solib, o'sha qabziyati 3 kun, 4 kun kelmagan bo'ladi. İçerinde keyin kelsa, keyin qilinadi deyishdi-da. 500 odamdan bitta odamdan bo'lib qoladi. Keyin o'shani eshitganimdan endi o'zim meditsina sohasida bo'lmagan uchun demak shunaqa ekan-da. Yo'q, siz medik emasmisiz? Yo'q. Siz nima sohasiz? Pedagogman o'zi. Yo'q, men даже masalan kecha nogiron bolaga bordim uyga. Absolutно nogiron bola. Borishi bilan qo'yani qusib yondilar. Mandan bo'pti-da. Ne? Ko'tarildi, o'zi bilinadi. To'g'ri, bir xil ko'rsam adashib. Bir xilla bor, umuman ichki kelmayapti o'zi. Hijomendan keyin ichki kelish. Demak, qo'rqmay qo'yish kerak. Marjon ko'tarildi. Kecha yozdik-ku, kimlarga mumkin emas. Shu, qolganini hammaga mumkin. Darsga borganimda shuni o'zi bir marta o'qidim, o'shanda